Assalomu alaykum. Bizda yangi devor mebel. Xo'p, Uchqo'rg'on tumaniga kelganmiz. Namuna Mefeda o'sha Qo'g'ay tarafda. Bu yerda qimmat variantda devor mebel bo'ladi. Kelinki yo'g'xonasi, ikkita chekka shkaf, o'rtasi turma qo'yib beramiz. Mana shunday qilib o'rtani imkon qadar kengaytirib qo'yishganda, ustini orqasini olib tashlashmagan. Mana shunday holatda imkon qadar turmani kattaroq sig'dirish harakati qilingan. Sekin ko'rsatib boramiz. Mebelimizni korpusi tayyor bo'ldi. Ikkita taraf garderob, o'rta turma, uzun oynasi bor. Buni pastda g'aladorlari bor. Tayyor qoldi, ko'rsatib boramiz. Mebelimiz tayyor bo'ldi. Dub ankor laminat matfisdan o'rtasi turmaga o'xshab qildik. 3 ta g'aladoni, tepasi o'sha bunda uzoqdan qaraganda ham oyoqqacha ko'rinsin deb pastroq o'ynab qo'yganmiz. Xo'p, ikkalasining ham ichi garderob. Qimmat variantda. Shu bemalol uzun kalta qimmat to'g'ri kelaveradi. Oshxonalar vakuum, qora turbali ruchkalar. Mashg'ulotlar narxi 5 million 600 ming so'mga tayyor bo'ldi. Qanaqa chiqdi? Fikr mulohazalari kommentariyada kutib olamiz.